Butun mamlakat o'yinda. Isming yozilgan 12-o'yinchi futbolkasini yutib olish imkoniyatiga ega bo'l. Qimmatbaho sovg'alar va unikta avtomobildan biri uchun kurash. Pepsi bilan o'yindasan. Hey yo, hammaga salom, siz bilan oilaviy kanal Rizov Movies. Bugun yana bir dahshatli tinch joy Azrael filmini qisqacha sharhlab beramiz. Yer yuzini dahshatli maxluqlar bosib olgan. Odamzodning ozgina qismi esa tirik qolish uchun kurashishga majbur. Oradan ko'p yillar o'tadi. Butun dunyoni qabrab olgan dahshatli epidemiyadan keyin o'rmonlarda odamni ko'rgan zahoti unga tashlanadigan, tirik jonni ayamasdan yeb yuboradigan maxluqlar paydo bo'ladi. Omon qolganlarning bir qismi esa g'alati bir diniy oqim tuzadi. Ularning e'tiqodiga ko'ra, ovoz chiqarish gunoh hisoblanadi. Ruhlarni saqlab qolish uchun ular o'z ovoz paylarini kesib tashlashgan. Azrael va Kenan esa bu sekta ichidan qochishga muvaffaq bo'lishgan. Endi ular yolg'iz holda omon qolishga harakat qilmoqda. Kunlardan birida Azrael yaqin atrofdan qandaydir shovqinni eshitadi. U darhol gulxanni o'chiradi. Kenan uni tinchlantiradi. Minnatdorchilik sifatida Azrael unga o'zi yasagan bilaguzukni sovg'a qiladi. Shu payt uzoqdan hushtak ovozi eshitiladi. Sekta a'zolari ularni topib kelishgan. Ikkalasi darhol qochishga tushadi. Ammo tirik qolish imkoniyatini oshirish uchun Kenan ikki tomonga bo'linishni taklif qiladi. Oradan ko'p o'tmay sekta a'zolaridan biri Azraelni ko'rib qoladi. U qizni boshqa bir sektan tomonga haydab boradi va natijada ular Azraelni osongina qo'lga olishadi. Kenan ham xuddi shunday ushlanadi. U qarshilik ko'rsatmasligi uchun sektachilar uni o'ldirish bilan qo'rqitib mashina yukxonasiga tashlab yuborishadi. Axidan qarang. Ovoz chiqarish mumkin emas ekan. Lekin mashinaning ovozi odam ovozidan balandroq-ku. Yo'lning ma'lum bir qismiga yetgach, mashinalar ikki tomonga ajralib ketadi. Azrael vahimaga tushib, yukxonani tepib ochishga urinadi. Ammo yukxona po'lat zanjir bilan mahkam bog'langan edi. Birozdan keyin mashina to'xtaydi. Sektachilar Azraelni tashqariga olib chiqib, oldindan tayyorlangan marosim joyiga olib borishadi. U yerda ularni sekta yetakchilaridan biri Josefina kutib turardi. Azraelni stolga bog'lab qo'yishadi. Josefina uning tanasini bir necha joyini jarohatlaydi. Ular qizni qurbonlik qilmoqchi. Shu payt kuchli shamol turib, osilgan shishalarni bir-biriga uradi. Sektachilar marosimni davom ettirish uchun o'rmon ichkarisiga kirib, nimanidir pichirlab duo qila boshlashadi. Ana shu shovqinni eshitib, badani kuyib ketgan dahshatli maxluq Azrael tomonga yaqinlasha boshlaydi. Azrael bir qo'lni yechishga muvaffaq bo'ladi. Sektachilardan biri marosim muvaffaqiyatli tugashi uchun uni ushlab turmoqchi bo'ladi. Lekin Azrael singan kursi bo'lagi bilan uni yaralaydi. Shu zahoti maxluq sektachiga tashlanadi. Maxluq o'ljasi bilan ovora bo'lgandan foydalanib, Azrael o'zini butunlay ozod qilib va qochib ketadi. Sektachilar esa ibodat bilan shu qadar band edilarki, qizning qochib ketganligini ham sezmay qolishadi. Bir muddat o'tgach, Azrael yaralarini bog'lash uchun to'xtaydi. Ammo uning ortidan kuygan maxluq sekin yaqinlashayotgan edi. Azrael uni vaqtida eshitib qoladi va tashlandiq binoga yashirinadi. U eng qorong'i burchakka berkinadi. Maxluq uni ko'rmay boshqa tomonga ketadi. Keyinroq Azrael yo'lga chiqadi. Yo'lda mashina shinalarining izlarini ko'radi. Bu izlar uni kichik sektachilar lageriga olib keladi. U qo'riqlashning sustligidan foydalanib, lager hududiga yashirincha kiradi. Azrael imkon qadar sekin yuradi va hech kimning e'tiborini tortmaslikka harakat qiladi. Yerda esa Kenanga sovg'a qilgan bilaguzuk yotardi. Lagerga Josefina kirib keladi. U avval keksa ayolni tekshiradi. Keyin esa bosh yetakchi Meryam huzuriga boradi. Ularning e'tiqodiga ko'ra, Meryam devordagi teshikdan esayotgan shamol orqali Xudoning irodasini eshitar ekan. Xabarni olgach, u shamlarni o'chiradi va muvaffaqiyatsiz qurbonlik marosimi uchun Josefinaga tarsaki tushiradi. Shu payt tashqaridan shovqin eshitiladi. Meryam derazadan qaraydi, ammo Azrael allaqachon uyning tagiga yashirinib ulgurgan edi. Shunga qaramay, Josefina uni payqab qoladi va deyarli ushlab oladi. Azrael uni tepib yuboradi.
Josefina darhol signal beradi. Sektachilar osilgan shishalarni urib butun lager bo'ylab ogohlantirish yuborishadi. Shunga qaramay Azrael lagerdan chiqib ketishga muvaffaq bo'ladi va otilayotgan o'qlardan chap berib qochadi. Adrenalin sababli u yaralarni yana ochilib ketganligini sezmay qoladi. Qon hidi esa mahluqlarni darhol o'ziga tortadi. Shundan keyin yana bir quvlash boshlanadi. Mahluq qoqilib yiqiladi va Azraelni ko'zdan yo'qotadi. Azrael katta yo'lga chiqib qoladi. Yo'lda esa mashina uni deyarli urib yuboray deydi. Mashina ichidan bir erkak chiqib, undan bu yerga qanday kelganligini so'raydi. U yo'l oxirida joylashgan bazda yashashini aytadi. Azrael gapira olmaydi. U bo'ynidagi chandiqni ko'rsatadi. Erkak esa nima demoqchi ekanligini tushunmaydi. U gapirishda davom etadi va hatto Azraelga musiqa ham eshittiradi. Ammo shu payt sektachilardan biri uni otib tashlaydi. Mashina boshqaruvni yo'qotib birinchi sektachini uradi, keyin devorga uriladi. Azraelning boshi aylanib ketadi. Bir necha qadam tashlagach, u yerga yiqiladi. Ammo sektachi hali tirik edi. Azrael u bilan olishishga majbur bo'ladi. Jang paytida sektachi quroldan o'q uzmoqchi bo'ladi. Ammo patronlari tugagan edi. Azrael yerga tushgan pichoqni olib, qurolni tortib oladi. Uni qayta o'qlashga muvaffaq bo'lib, oxiri sektachini o'ldiradi. O'rmon ichkarisiga kirgan Azrael gulxan yonida o'tirgan Kenanni ko'radi. Ammo bu tuzoq edi. Azrael oyog'idan ushlanib, boshini pastga qaratgan holda daraxtga osilib qo'yiladi. Qorong'ulik orasidan yana bir sektachi chiqadi. Azraelning yaralaridan qon yanada ko'proq oqa boshlaydi. Bu esa yana mahluqlarni jalb qiladi. Ular sektachilarga tashlanishadi. Kenan ham omon qolmaydi va mahluqlarga oson o'lja bo'ladi. Uchinchi mahluq daraxtga chiqadi. Azrael esa arqonni yechishga ulgurmaydi. Ammo u kuchni yig'ib mahluqni ushlab qoladi. So'ng uni arqon bilan o'rab pastga uloqtirib yuboradi. Biroz nafas rostlagach, Azrael yana sektachilar lageriga qaytadi. U hushtak chalib, o'zini sektachilardan biri kabi ko'rsatadi. O'rmon ichiga Josefina boshchiligidagi katta bir guruh sektachilar kirib keladi. Ular atrofni tintuv qilish bilan ovora bo'lgan paytda Azrael yana lager ichiga yashirincha kiradi. Uning maqsadi Miriamni topish. Miriam Azraelni ko'rishi bilan qornini ko'rsatadi. Go'yo unda rahm uyg'otmoqchi bo'ladi. Azrael bir lahzaga ikkilanib qolishi bilan Miriam kutilmaganda unga tashlanadi. Yarim hushsiz holda Azrael Miriamning yuzini tirnab yuborishga ulguradi. Shu payt sektachilar Josefinani o'rmon tomon sudrab olib ketishadi. Ular Azraelning tanasini Miriamning qoni bilan belab tashlashadi. So'ng qizni tobut ichiga tashlab, ustidan tuproq bosib ko'mib yuborishadi. Azrael taslim bo'lishni xohlamaydi. U tobut qopqog'ini bir necha marta mushlaydi, ammo bundan hech qanday foyda chiqmaydi. Oradan biroz o'tib tobutning bir qismi ko'tarilib, tor yer osti yo'lagiga kirish yo'li ochiladi. Ichkarida fonar turardi. Azrael fonarni olib tunnel bo'ylab emaklay boshlaydi. Ammo tunnel ichida uni dahshatli mahluq kutayotgan edi. U bilan yuzma-yuz kelishni istamagan Azrael darhol orqaga qaytadi. Mahluq uni juda tez quvib yetadi. Lekin u Azrael tanasidagi Miriamning qonini hidini sezadi. Shuning uchun unga hujum qilmaydi. O'zini xavfsiz his qilgan Azrael yana tunnel ichiga kiradi. Tunnel oxirida esa tashqariga chiqish yo'li bor edi. Oradan bir necha daqiqa o'tib, Josefina cherkovdan yugurib chiqadi. U keksa ayol yashagan chodir yonayotganligini ko'radi. Sektachilar darhol vahimaga tushib olovni o'chirishga kirishadi. Ammo endi juda kech edi. Alanga juda tez butun lager bo'ylab tarqaladi. Hosil bo'lgan tartibsizlikdan foydalangan Azrael sektachilarni birin-ketin yo'q qila boshlaydi. Josefina qochishga urinadi, ammo u og'ir yaralanadi. Bu jarohat uni asta-sekin qon yo'qotishga majbur qiladi. Shu payt olov yonilg'i kanistrlariga yetib boradi. Kuchli portlash yuz beradi. Sektachilardan biri sherigi o'ldirilganligini ko'rib dahshatga tushadi. U uning qasosini olishga qaror qiladi. Qo'liga miltiq olib Azraelni izlash uchun yo'lga chiqadi. Lekin har safar turli tomonlardan hushtak ovozlari eshitiladi. U Azrael uni chaqirayotganligiga ishonib, ovoz kelgan tomonga qarata o'q uza boshlaydi. Ammo tasodifan o'zining boshqa bir sektachisini, ya'ni sherigini otib qo'yadi. U nima bo'lganligini anglamay qolgan paytda Azrael yashiringan joyidan yugurib chiqib, uni ham yo'q qiladi. Ammo hali ham lagerning bosh yetakchisi bilan hisob-kitob qilish kerak edi. Miriam esa allaqachon uni kutib turgan edi. U orqadan kutilmaganda hujum qiladi.
Zarba ta'sirida Azrael qo'lidagi qurolni tushirib yuboradi. Garchi u mag'lub bo'lish arafasida turgan bo'lsa ham, Kenanning xotirasi unga kuch bag'ishlaydi. Azrael Miriamning ketma-ket hujumlardan chap berib qochadi. Keyin esa unga tishlari bilan tashlanadi. Shu payt kimdir o'q uza boshlaydi. Bu Jozefina edi. Og'ir yarasi sabab u tez harakatlana olmasdi. Jang davomida ular hatto singan skameyka bo'laklaridan ham qurol sifatida foydalanishadi. Jozefina kichik pichoqni sug'urib oladi. Azrael esa zarbalarni birma-bir qaytaradi. So'ng ketma-ket qarshi zarbalar berib, nihoyat ustun keladi. Birdan binoning boshqa tomonidan chaqaloq yig'isi eshitiladi. Miriam qo'rquvga tushadi. U asta orqaga chekinadi va halok bo'ladi. Shu zahoti shamol esib, lagerdagi barcha shamlarni o'chirib yuboradi. Lager ichiga son-sanoqsiz mahluqlar kirib kela boshlaydi. Ammo ular Azrael qo'lida yangi tug'ilgan mahluqni ushlab turganligini ko'rishi bilan to'xtab qolishadi. Azrael tabassum qiladi. U endi bu mahluqlarning yangi yetakchisiga aylanganligini tushunadi. Endi uning qo'lida ulkan kuch bor edi. Shu tariqa bu ahmoqona film o'z poyoniga yetadi. Izohlarda ushbu film haqida fikringizni yozishni unutmang. Videoga esa like bosing, chunki to'g'ri biz sizni 10 daqiqa vaqtingizni olgan bo'lishimiz mumkin, lekin agar bu videoni chiqarmaganimizda siz ushbu kinoni ko'rish uchun 2 soat yoki 3 soat vaqtingizni sarflagan bo'lar edingiz. Kanalga obuna bo'ling, qanday kinolarni sharhlashimizni kommentarda yozib qoldiring.